Bugun sizlar bilan tir-tira o'sha 4 xil kushonni yuzimda sinab ko'ramiz. Bilasizlar, har bir rangi har xil turli yuzlarga tushadi. Undan oldin tir-tirdan shunaqa baza ishlatamiz. Men buni birinchi marta ishlatishim, lekin menga juda ham yoqdi. Karslarning yuziga o'xshab yuzimni yaltillatib qo'ydi. Birinchisi shunaqa kumush rangligi, bu quruq va normal yuzlarga tushadi. Men yuzimni eng chetiga surdim, lekin menga ozgina oqlik qildi. Ikkinchisi butun dunyoga mashhur o'sha qizil tir-tir, bu yog'li yuzlarga yaxshi tushadi va dog'larni ham juda ham yaxshi yopib beradi deb yozilgan. Hozir sinab ko'ramiz. Meni yuzimda qizarishlari bor, qizarishlarni yopib berdi. Menga rangi ham juda ham yaxshi tushdi deb o'ylayman. Uchinchisi shunaqa shisha rangligi, bu juda ham quruq va sezuvchan teri uchun juda ham zo'r tushadi. Hozir sinab ko'ramiz. Boshqalarga nisbatan sal boshqacharoq va juda ham suyuqroq ekan. Lekin men yuzimga surishim bilan shunaqa menga yoqdi. Bu tarafimga ham, o'ng tarafimga ham va chap tarafimga ham surib oldim. Qaranglar, menga rangi ozgina ochlik qildi, но в целом menimcha konturlar bilan juda ham yaxshi ketadi. Va eng oxirgisi shunaqa sabzi rangligi, bu eng normal yuzlarga kunlik ishlatishga juda ham yaxshi, chunki surganimdan keyin mening yuzimga eng yengil yotgani shu bo'ldi. Ko'rinish menga planetani eslatib bordi. Rangimga menimcha shunisi yaxshiroq tushdi. Sizlarga qaysi biri yoqdi? Magazinda bo'lsinmi, bo'lmasinmi, nima deb o'ylaysizlar qizlar?